Bir kompaniya yangi mahsulot yaratish uchun 1 million dollar sarfladi. Mahsulot ishlaydi. Bozor uni kutmoqda. Foyda kelishi aniq. Xo'sh, shu 1 million dollardan qanchasi balansda aktiv bo'lib ko'rinadi? Ko'pchilik darrov aytadi. Albatta 1 million. Pul mahsulotga ketdi-ku. Mana shu tuzoq. To'g'ri javob. Atigi 300 ming dollar. Olgan 700 ming dollar balansdan olib tashlanadi. Shu yilning xarajatiga aylantiriladi. Ya'ni mahsulot qo'lingizda, u ishlaydi, lekin sarflagan pulingizning 3 dan 2 qismini aktiv deb yoza olmaysiz. Nega? Bu savolga IAS 38 orqali javob olamiz. Bugun quyidagilarni bilib olasiz. Nega bir kompaniya muvaffaqiyatli mahsulot yaratgan bo'lsa ham sarflagan pullarini aktiv deb yoza olmaydi? Tadqiqot qayerda tugab, development qayerdan boshlanadi? Development xarajatlarini balansga aktiv qilib yozish uchun qanday shartlar bajarilishi kerak? Shartlar bajarilishdan oldin sarflangan pulni keyin orqaga qaytarib aktivga qo'shib qo'ysa bo'ladimi? Mahsulot hali sotuvga tayyor bo'lmasa, hosil bo'lgan aktivga amortizatsiya hisoblay olamizmi? Bu savollarning barchasiga shu sonimizda javob olasiz. Aytgancha, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Xo'sh, demak boshladik. Kompaniyamiz nomi Nova, yosh texnologik kompaniya. Bu yil Nova tadqiqot va ishlanmaga, ya'ni developmentga jami 1 million dollar sarfladi. Shundan 400 ming dollari tadqiqot, ya'ni research bosqichi. Qolgan 600 ming dollari development bosqichi. Yil bo'yi teng taqsimlangan, ya'ni har oyiga 50 ming dollardan. Eng muhim nuqta. Development shartlari faqat 1-iyulda bajarildi. Soddalik uchun bu sanani berilgan deb olamiz. Va yil oxirida mahsulot hali tayyor emas, sotuvga chiqmagan. Endi mavzuning yuragi. Bitta jumla. Tadqiqot xarajati har doim darrov xarajatga yoziladi. Development xarajati esa faqat shartlar bajarilgan sanadan keyin sarflangan qismigina aktivga yoziladi. Undan oldingi qismi esa abadiy xarajat bo'lib qoladi. Ya'ni butun mohiyat 1-iyul sanasida. Undan oldin sarflangan har bir dollar shubha davriga, keyin sarflangani esa aktiv davrga tushadi. Nega shunday? Chunki tadqiqot bosqichida loyiha muvaffaqiyatli chiqishi hali noaniq. IAS 38 ga ko'ra, kelajakda foyda kafolatlanmagan pulni aktiv deb yozib bo'lmaydi. Development bosqichida esa, agar qat'iy shartlar isbotlansa, foyda kelishi endi shunchaki umid emas, asoslangan haqiqat deb hisoblanadi. Shundagina pul aktiv sifatida qaraladi. Keling hisoblaymiz. Juda oddiy. Birinchi qadam tadqiqot. 400 ming dollar to'liq xarajat. Research doim shunday, hech qanday shart uni istisno etmaydi. Ikkinchi qadam. Developmentni 2 ga bo'lamiz. 600 ming dollar, oyiga 50 ming. Shartlar 1-iyulda bajarildi. Demak, yanvardan iyungacha 6 oy. Hali shartlar bajarilmagan. Bu 300 ming dollar xarajat. Iyuldan dekabrgacha yana 6 oy shartlar bajarilgan. Bu 300 ming dollar aktiv. Jamlaymiz. Xarajat 400 ming qo'shamiz 300 ming teng 700 ming dollar. Aktiv esa 300 ming dollar. Va diqqat, shartlargacha sarflangan o'sha 300 ming dollar endi abadiy xarajat bo'ladi. Mahsulot keyin tayyor bo'lsa ham, uni orqaga qaytarib aktivga qo'shib bo'lmaydi. Bu bir tomonlama eshik. Amortizatsiya-chi? Yo'q, 0. Chunki mahsulot yil oxirida hali tayyor emas. Amortizatsiya faqat aktiv ishlatishga tayyor bo'lgandan keyin boshlanadi. Endi foyda zarar hisobotiga qaraymiz. Tadqiqot 400 ming. Qo'shamiz shartlargacha bo'lgan development 300 ming. Jami 700 ming dollar xarajat. Foyda aynan shuncha kamayadi. Amortizatsiya 0. Ya'ni hammasi aktiv degan intuitiv fikr to'g'ri bo'lganida foyda umuman kamaymasdi. Aslida esa foyda 700 ming dollarga kamaydi. Balansgachi? Bu mavzu balansga ta'sir qiladi. Chunki shartlardan keyingi development haqiqatdan ham aktiv bo'ladi. Uzoq muddatli aktivlar bo'limida nomoddiy aktiv 300 ming dollar. 1 million dollarlik sarfdan balansda bor yo'g'i 300 ming dollar ko'rinadi. Qolgani foydani kamaytiradi. Oltin qoida yodda saqlang. Research, shubha, xarajat. Development, shartlar bajarilsa, aktiv. Shartlar bajarilgunga qadar sarflangan har bir dollar abadiy xarajat. Orqaga yo'l yo'q. Kichik eslatma. Reklama, xodimlarni o'qitish,
Biznesni boshlash xarajatlari esa qaysi bosqichda bo'lishidan qat'iy nazar hech qachon aktivga aylanmaydi. Va endi o'ylantiruvchi savol. Agar Nova o'sha shartlarni yil boshida 1-yanvardayoq isbotlay olganida, aktiv 300 ming emas, to'liq 600 ming dollar bo'lardi. Bir xil mahsulot, bir xil pul, bir xil natija, lekin balans 2 barobar farq qiladi. Xo'sh, kompaniyaning aktivlari uning ixtirosiga emas, o'sha ixtironi qachon ishonchli deb ayta olganiga bog'liq bo'lib qolishi, bu adolatlimi? Javobingizni izohlarga yozib qoldiring. Kim to'g'ri topishini birga ko'ramiz. Video foydali bo'ldimi? Like, obuna, do'stingizga ulashing. Keyingi darsda yana sizni kutamiz. Xayr, salomat bo'ling. Esdan chiqarmang, siz eng yaxshisiga loyiqsiz.